Ana shu ovulizmi yo'qmi? Oğlum. Ketgan, sinib ketgan ovulizmi? Oxirgacha ovulizmi? Seri qilib qo'yamiz. Yo'q, nima bo'ldi? Qisqacha o'shadan turib, ittirib. Hozir mana bunaqa chiroyli bir tabiatda qo'yinida kontent olib o'tirgandik. Kichkinagina kutilmagan vaziyat bo'lib qoldi. Mana shunaqa joyda choyningni shunday qo'ygan paytimizda choynik bexosdan shu ketib qoldi-da, sirpanib, qarochi. Mana oyoq izlarim bor, ko'rib turganingizdek. Tutishga harakat qildim. Mana daji qorlarga kirib ketdim, o'zim suvga ham kirib ketdim. Lekin suvimiz juda ham bir shiddat bilan oqmoqda, shu uchun cho'ynagimizni chilparib chiqib tashladi. Shu uchun oz bo'lmas ekan kontent olish. Lekin taslim bo'lmaymiz. Davom etamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yangilari chiqadi. Oldingizmi? Siz yaxshi o'ynagan lekin.